Shu narsani hamma biladi. Shundan 3 barobar kuchli retsept o'rgataman desam ishonasizmi? Shamollatingiz. Birpasda aptekadan borib telefoningizni olmoqchisiz. Shu narsani hamma biladi. Shundan 3 barobar kuchli retsept o'rgataman desam ishonasizmi? Ketdi. Bizga termiz kerak bo'ladi. Termizga mana bu namatakdan bir taxminan mana shunaqa bir 6 tachasini olasiz. Buni bozordan olasizlar borib. Namatak solasizlar. Mazasini yaxshi qilish uchun bir bo'la novot solamiz. Eng keraklisi chesnok. Chesnok solamiz. Keyin bizga qaynoq suv kerak bo'ladi. Voy yomon issiq ekan lekin. Ustini yopamiz. Shu holatda ertalab kechqurun tayyorlab qo'ysak ertalab tayyor bo'ladi. Endi masalan aytib beraman namatak nimaligini. Namatak tarkibidagi C vitamini eng ko'p bo'lgan mahsulot, eng ko'p bo'lgan. Xo'p, chesnok bo'lsa, chesnok protein mikrobniy, protein virus hisoblanadi. O'rtoqlar, tabiiy holatga o'taylik. Juda ham tez tuzalasiz, ishoninglar. Qoninglarni suyultirib beradi, jigaringlarni tozalab beradi. Shuni hisobiga juda ham tuzalasizlar. Jigar toza bo'lgan hisobiga uncha-muncha kasallanib bo'lmaysizlar. Jigar hali ham like bosmadingiz. Tez like bosing. Tanishinglarga, shamollagan tanishinglarga jo'natib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'lasizlar.